Joriy yilning 24-fevralda davlatimiz rahbarining yoshlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvida ilgari surilgan tashabbusga muvofiq haftaning payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qilinishi ular uchun yana bir katta imkoniyat bo'ldi. Shu munosabat bilan joylarda yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etilib, ularning fikr-mulohazalari, takliflari o'rganilyapti. Navoiy davlat konchilik va texnologiyalari universitetida oliy ta'lim tashkiloti bitiruvchilari uchun bitiruvchilarning bandligini ta'minlash va biznes g'oyalarini moliyalashtirish bo'yicha yangi imkoniyatlar mavzusida ochiq muloqot va taqdimot tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyati hamkorligida tashkil etildi. Unda Navoiy viloyatidagi oliy ta'lim tashkilotlarining 950 nafar bitiruvchi talabalari onlayn hamda offlayn tarzda ishtirok etishdi. Tadbir avvalida davlatimiz rahbarining yoshlar bilan uchrashuvda ko'tarilgan masalalari, ilgari surilgan tashabbuslari hamda imkoniyatlari haqida so'z yuritildi. Shuningdek, jarayonda bank rahbariyati yoshlarning fikr-mulohazalari, biznes g'oya va tashabbuslari, startap loyihalari bilan yaqindan tanishdilar. Tadbirkorlik qilish istagidagi yoshlarning taklif va tashabbuslari eshitilib, ularga bank imtiyozlari, imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari, kelajakka qadam dasturidagi imtiyoz va yengilliklar haqida ma'lumotlar berildi. Unda yoshlar o'zlarining biznes loyihalari, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha taklif va muammolarni o'rtaga tashlashdi. Men 1 yil oldin kredit olganman. O'sha yoshlarga berilayotgan limitlardan foydalanib, oldin men olgan vaqtim 18% bo'lgan, hozir 15% ga yanada imkoniyatlarini oshirib berishibdilar. Men kreditni dorivor choylar ishlab chiqarish uchun Xitoydan uskunalar, o'sha qadoqlash uchun uskunalar olib kirganman olib. Yana menga takliflar berishdi, takomillashtirishim uchun 15% likni olishimga, ularni ham olib, yanada ish o'rnini kengaytirish niyatim bor. Uchrashuv davomida bitiruvchi talabalar tomonidan 18 ta murojaat va 5 ta taklif bildirildi. Business Progress kredit mahsuloti bo'yicha jami 2,7 milliard so'mlik 2 ta loyiha, Business Start kredit mahsuloti bo'yicha jami 170 million so'mlik 2 ta loyiha va tadbirkorlikka ilk qadam kredit mahsuloti bo'yicha jami 120 million so'mlik 6 ta loyiha taqdim qilindi.